Mana ismim Bekzod Abdumalikov, men 24 yoshdaman. Masharif Bahrom 36 ga qarab ketyapmiz. Siz 7daman, yoshim Akmal ismim. Nominor haqida Suhrob akadan bildim. Biz birga tirikchilik degan kinoda rol o'ynayotganimizda qarasam telefonlarga qarab nimalarlar qilyotdi. Keyin o'sha paytda menda qiziqish uyg'ondi. Birdaniga nominor haqida ham aytib o'tib ketdi. Men nominor haqida Instagramdan ko'rganman ma'lumotdan asosan. O'sha Instagramning nomerlariga telefon qilib, yaxshi keldim. Xudo xolasa mana hozir individual o'qishda o'qiyapman. Xudo xolasa rezultatlar yaxshi, yomon emas, alhamdulillah. Endi sekin-sekin o'sha bu yoqqa pribliga chiqamiz. To'g'ri, endi xudo xolasa ikkinchi oy ketyapti. Men nominorda plus minus bir oydan beriman. Hozircha hech narsaga erishganim yo'q. Aynan shu soha bo'yicha. Ammo rejalar mavjud. Minimalniy 3000 yoki 5000 ni ko'zlayapmiz. Maksimum qanday ketsa shundayligicha kutyapmiz. O'zi boshlaganimga ko'p bo'lmadi. Bo'lgan bo'lsa bir oydan oshdi. Hali 2 oy ham bo'lmadi. Amaliyotga o'zi yaqinda chiqdik. Boshida nazariy o'tdik. Endi xudo xolasa amaliyotda ustozimiz Rustam aka bilan strategiyalar bizni bilmagan, bozorga kirishi, chiqish joylari juda ko'p ekan. Xudo xolasa o'shani harakatidamiz, izlamaymiz. Ikkinchi oy ketyapti, endi xudo xolasa natijalar endi hali bo'lmadi. Menimcha bu yoqda erkinlik ko'proq. Darsdan tashqari bu yoqda yana o'zingiz qolib shug'ullanishingiz mumkin. Ustozlarga murojaat qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'yicha javoblarni ham olishingiz mumkin. Darslarning o'zi ham ancha tushunarli tilda o'tilyapti. Qiynalmaysiz. Bilim olayotganingizda aynan terminologiyalar bo'yicha o'tayotganingizda. Boshqalarga nisbatan misol men o'qiganman. Общий объем bo'lardi. Silver guruhida o'qiganman, lekin bu yerdagi, ya'ni har bitta inson bilan alohida gaplashilib, har bitta inson bilan alohida tushuntirilish degan narsa bo'lmagan. Farqi ko'p ekan. Ko'p. O'zim uchun ko'p.